Assalomu alaykum hurmatli haydovchilarimiz va obunachilarimiz. Yana mana Behruz Uz kanalidan xudo xolisa sizlarga chiroyli qilib Jag Jazz 6 avtomobillarimizni chiroyli qilib obzorlarini qilib beramiz. Video davomida xudo xolisa qanday xarid qilsanglar bo'ladi va narxlari necha pul, qanday olib chiqib ketsanglar bo'ladi, hammasini ma'lumotini berib o'tamiz. Xudo xolisa Behruz Uz kanaliga chiroyli bo'lib obuna bo'lish esdan chiqmasin va like, kommentariy bilan poddeshka qilib turinglar. Xo'p, bu mashinamiz Jag Jazz 6 hozirda Toshkent Motors avtosalonida sotuvda mavjud. Bu mashinamizga naqd 50 million skidka berildi. 50 million skidka berildi. Ham mashina yaxshi mashina bo'lgani uchun o'zim ham YouTube kanalimga qo'ygim kelgani uchun sizlarga chiroyli qilib bir videolarni qilib berishga harakat qilaman. Bu mashinamizni narxlarini ham boshida aytib o'tib ketaman. Bu mashinamiz 330 million edi. Hozirda skidkada bu mashinamiz 285 million. Buni 23 ham bor, 280 million. Yangi mashina, menimcha Tracker o'rniga bemalol Jag Jazz 6 olsanglar bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, nalichida oq rangi, qora rangi hozirda sotuvda mavjud. 90lik 069 2020 ga chiqsanglar, polniy ma'lumotini berib o'tishga harakat qilaman va hozir kamerani o'zim olib, sizlarga bu mashinamizni chiroyli qilib obzor qilib beraman. Qaranglar, haqiqatan ham zo'r. Qaranglar, oldinliklari polniy svetlari shunday yonib turadi. Qaranglar, svetlarini juda chiroyli yonadi. Yoritishlari yana bu yoqda haqiqatan ham juda chiroyli mashina. Bunga bitta tonirovka tortsanglar o'ladi. Men hatto o'zim yangi yo'lda turibman, bir akamizga ham qilib berganman. Faqat ular payt bu mashina 330 millionga naqdga olib chiqib ketishgan. Sizlarga ham shunday mashinalarimiz yaxshi kunlarga nasib qilsin, chiroyli xizmatlarni qilib berish menga ham nasib qilsin. Xo'p, kamerani o'zim olib videoni boshlaymiz. Umarım video sizlarga ma'qul keladi degan umiddaman. Podpiska bo'lish esdan chiqmasin. Poddeshka qilib turinglar. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib sizlarga obzorlarni qilib berishga harakat qilaman. Boshladik. Rahmat aka sizga ham. Xo'p, o'zim men oldim mana qo'limga. Xo'p, bu Jag Jazz 6 haqiqatan ham turishi juda seriozli mashina, liliga ham o'xshab ketadi. Nima dedinglar? O'xshab ketadi. Yonishlari ham bir ajoyib. Xo'p, bu mashinamiz o'zimizni benzinda Jag Jazz 6miz 1.5 turbina motor bo'ladi. 174 ta ot kuchiga ega. Bemalol bunga propan o'rnatsanglar bo'ladi. Nalichida hozir oq qora ranglari bor. Xo'p, buni men to'g'risini aytaman, bunda 360 kamera, pamitli sideni, panorama lukli ham bor. Hozir salonni ham ko'rsataman. Haqiqatan o'zingizga ham yoqib qoladi. Aytmoqchi bo'lganim, Trackerda o'rniga bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Trackerda ancha yumshoq bo'ladi. Ancha yumshoq, xohlasanglar kelsanglar, bir test drive qilib ko'rsa ham bo'ladi. Xo'p, mana masalaga hozir chiroyli qilib ko'rsatishni boshladim. Xo'p, balon razmerlarimizga keladigan bo'lsak, balonlarimiz 18 bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar, 360 kameralari bor. Eng zo'r tomonlari, hatto misol uchun qo'lingizda bir yuk bo'lgan payt shu yerdan bemalol oyog'ingizda shunday qilib sensordan o'tkazib mashinani bagajini ham ochsanglar bo'ladi-da. Mana ko'rib turibsizlar, Partronik signalizatsiyasi ham bor. Mana o'zining Jak deb yozilgan mana shu yerda. Adashmasam, signali bor. Ko'rasizlar? 2 marta bosganim uchun to'xtab qoldi, mana ko'rib turibsizlar. Hozir mana buni to'g'rilayveramiz. Yopildi. Hozir mana bitta oyog'i shunday qilsak, bir marta o'zi avtomatik ochiladi. Zo'r-a? Men buni Turkiyalarda alan ko'rardim. Mercedesda, Lexuslarda, shunaqa Toyota'larda shunaqa narsa borligini ko'rib, va bizga ham shunaqa mashinalar kirarmikan derdim. Yo, hozir o'zimizda ham Xitoy juda oldinga o'tib ketdi. Ko'rib turibsizlar. Xo'p, bular bunga bemalol va parda, bunga ham bemalol oq ko'ylak bu narsalarni qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, bagajimiz yopilyapti, bezapaskilari ham bor. Qo'linglarni shunday qilsanglar, avtomatik orqaga qaytaraveradi. Bundan tashqari mana balonlar zapaskalarimiz, ko'ryapman zapaskalarimiz, damkaratlarimiz ham ichida. Xohlasanglar buni yana ham cho'nqaroq qilsanglar ham bo'ladi. Bundan tashqari mana ichki salonlarni ham ko'rsatishni boshladim. Orqa tomondan boshladim. Mana haqiqatan ko'jlarni ham juda sifatli qilib ishlagan. Kolonkalari ham zo'r chiqizadi. Mana orqa ham ancha yumshoq. Hurmatli haydovchilarimiz, orqa tomonlari ham ancha yumshoq. Mana ko'rib turibsizlar. Ichlari ham keng. Eng yoqqan tomoni mana ichki salonlarida juda chiroyli qilib ishlangan. Sideni bor, shunday quchoqlab oladi o'tirganingizda.
Ko'rib turibsizlar. Rullarimiz pastga, tepaga полный регулировка bo'ladi. Hatto ichkariga ham kiradi. Rullarimiz. Konditsionerlar ham bor bunda. Cho'ta ozgina xira ko'rayotgan bo'lishi ham mumkin, chunki quyosh tushib qo'yapti. Hozir men buni srochni srazi qorasini ko'rsatishga harakat qilaman. Xo'p, videoni o'chirmagan holda qora orqa tomonlari ham qaranglar, juda chiroyli. Ochilishlari ham. Bunga bitta tonirovkani qilasizda, bo'ldi-da. Bu yoqdan menimcha yarkroq ko'rinayotgan bo'lsa kerak. Shu yerda podсветлari bor, полный yonib turadi. Konditsionerlar ham cho'tki ishlaydi buni. Qorong'i bo'lib qolganiga mana yorug'lashtirdik. Xo'p, sidenlarimizni ko'rib turibsizlar. Sidenlarimiz shunday o'tirganda quchoqli bo'ladi, tellatmaydi, pastlari ham, tepalari ham. Bundan tashqari shu yerda konditsionerlari ham bor. Bemalol suv pullarni qo'yib ishlatib ketsanglar bo'ladi. Mana. O'rinlarni qaranglar, ichlari ham juda tablolari ham chiroyli, mana orqa tomonlari. Panorama look eng zo'ri, pamyatli sideniya ham bor bunda. Mana endi men bilan buni ko'rsatsam bo'ladi. Pamyatli sideniya mana ko'rib turibsizlar. 1 2 3 startni bossangiz o'zi avtomatik saqlanib qilib tursanglar bo'ladi. Bismillah. Yerdan qo'yib ko'rasizlar. Haqiqatan yumshoq mashina. Men bilan tavsiya qilaman yonishlari. Keyin ochkilarni solib qo'ysanglar bo'ladi. Endi qo'ldan kelgancha chiroyli obzorlarni qilib berishga harakat qilyapti. Endi juda unchalik professional emas biz endi sekin-sekin xudo xolisa qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berishga harakat qilyapti. Eng zo'ri men yaxshi narsani sizlarga yetkazib berishga harakat qilaman. Ko'rib turibsizlar, 360 kamera, polni yoninglarda nima bo'lganlarini ko'rib tursanglar bo'ladi. Telefon zonalari ham bor buni. Ya'ni yoshi katta odamlar ham qiynalmaydi. Mazza qilib minsanglar bo'ladi. Rulimiz ichkariga ham kiradi, tashqariga ham chiqadi, pastga tepaga regirovka ham bo'ladi-da. Eng qizig'i. Xo'p, bundan tashqari mana lukimizni ko'rsataman. Mana shunday bosganimizda o'sha polni ochilyapti. Ko'rayotgan bo'lsa kerak mana sizlarga ham. Polni panorama luk, pardasini oxirigacha ochamiz. Bemalol mazza qilib ketsanglar bo'ladi. Undan tashqari buni airbaglari ham haqiqatan juda ko'p. Hozir yopamiz oynani. Ya mashina zo'r. Men 285 millionga menimcha zo'r mashina. Qani xudo xolisa o'zimizga ham yaxshi kunligi nasib qilsa, shunda yangi mashina olib minish, uydagilarimizga sovg'a qilish, dadamizga, oyimizga sovg'a qilsa yoki bo'lmasam singlimiz bor, ukamiz bor bizda ham. Ularimiizga sovg'a qilsa yoki bir amakilarimizga bersa, ana oling mining mazza qilib shu mashinani deb boshqacha bo'ladi baribir. Hamma shunday niyat qilganlarga xudo xolisa yaxshi kunligi nasib qilsin. Endi men aslamni bizning mijozli viloyatdan bo'lgani uchun hali avtokreditga olaman desanglar ham bemalol kelsanglar avtokreditga ham chiqartirib beraman. Boy bagaji yaxshi ko'rinmagan bo'lsa mana bagajlarini tindiq ko'rsatay. Zapaskilari boy qorong'iroq tushib qoldi. Eshik oynasi yopilyapti. Orqa tomonlari. Mashina haqiqatan zo'r. Bemalol sizlarga ham tavsiya qilaman, hurmatli obunachilarim. Behruzuzga obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Qaranglar, haqiqatan chiroyli bo'lib ko'rinib turibdi. Behruzuzga ham bir obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolisa iloji boricha shu videoni boshqa o'bekimlarga ham jo'natib qo'ysanglar, qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni eng to'g'ri shaklda berishga harakat qilaman. Xo'p, nomerlarimiz 90lik 069 20 20 90lik 988 71 00 ga aloqaga chiqsanglar, xizmatlarni chiroyli qilib berishga harakat qilamiz. Undan tashqari ko'rib turganingizdek, narxi skidkida 285 million, buni 23 bor 280 millionga chiqartirib beramiz. Hammalarga yaxshi kunlik nasib qilsin. Oq desel oq, qora desel qora hozirda sotuvda mavjud. Kech yomg'ir yog'gani sababli ozgina usti chang bo'lib turibdi. Xudo xolisa olib mazza qilib mininglar. Video yoqqan bo'lsa, like, kommentariy yozish ham esdan chiqmasin. Qo'ldan kelgancha chiroyli obzorlarni qilib berishga harakat qildim. Bundan tashqari boshqa mashinalar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaveringlar. Xo'p, qo'llab-quvvatlab turish sizlardan, yaxshi videolar qilib, yaxshi mashinalarni tavsiya qilish mendan. Xudo xolisa Behruzuzga obuna bo'linglar va
iloji bo'lsa o'zinglarning tomonidan gruppalar bo'lsa yoki bir qo'ni qo'shnilar bo'lsa, shu videoni ko'rib jo'natib qo'ysanglar, like, kommentariy bilan poddeshka qilib tursanglar, xudo xolis bundan ham yaxshi narsalarni chiqartirib berishim mumkin. Xo'p, hammalarga yaxshi kunlar nasib qilsin, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Behruzizga obuna bo'lish esdan chiqmasin.